Videoni o'tkazishga shoshilmaymiz. Bugun sizlar bilan Qashqadaryo viloyati Ko'kdala tumani Chiyal Yaxna bozoriga sayohat qilamiz. 12 soat ichida pishib tayyor bo'ladigan bu taom dunyoga mashhur bo'lib, yesangiz og'zingizda eriydi, quvvatni oshiradi, immunitet ko'taradi. Xullas kalom, ming marta eshitgandan ko'ra bir marta yeb ko'rgan yaxshi albatta. Yana bir muhim ma'lumotni ishonch bilan ayta olamanki, bu bozorga duo ketgan. Ya'ni bu bozor hududida pashsha, chivin, ari va shunga o'xshash hasharotlar uchmaydi. Agar gaplarimga ishonmasangiz, marhamat, bozorga kelib bemalol tekshirib ko'rishingiz mumkin. Mayli, rahmat. Abi bizning isdan chiqmasin, hazrat. Men mehmonga qo'yib beray, aptega sizga qo'yaman. Bo'ldi, qo'yaman. Zaruratda qilib kelgan joyda qo'yasiz. Xo'p, akajon. Mana 800 gram qo'ying akajon, 1700 qilaman. Aka, yaxshi ko'raman mana shu bozorga kelishdi. Bizga o'xshagan odamlar, samimiy, joydagi insonlar. Kimingizlar? Mehmon insonlar, qani? 260 ming. Go'shingizlar qani? Go'shing mehmon aka. Bismillah. Immunitni ko'taradi-da bunimiz, immunitdan foydalanasiz. Durib tegmaydi. So'ragan. Quvvatni oshiradi, bedni mahkam qiladi, immunitet ko'taradi. Buni yesangiz Xudo xolisa shamollamaysiz. To'g'rimi aka? To'g'ri aytadi. Nasib to'g'ri-da. So'kka bu. Mana suvni yaxshi ko'raman aka. Suv tekin. Tabi noziklar ko'rmasin. Bismillah. Alhamdulillah. Rahmat aka. Yaxna Qashqadaryo'niki ishtaha g'allar oldi aka. Ishi ko'p insonlar uchun, uydan chiqamayotgan insonlar uchun Safar akamiz yaxnasi dastlabki bor. Aka, telefon nomerini ayting. 93lik. Aha, 933 933, aha, 89 aha, 82. 82. O'zbekistonda dastlabki bor, Bor. Bemalol. Men nomdan chiqsa Kelishtiramiz. Ha, kelishtirib, go'shtni ham taksini kelishtirib chiqaraverasiz, maylimi aka? Ha, chiqaramiz. Xohlagan joyiga. Marhamat, obunachilarimiz, xushvaqt bo'lasizlar va mana shu go'shtdan bahramandingizlar. Yarigi. Bular.